Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir qabrda ikkita yangi ko'milgan qabrda olib o'tib ketar ekan, Rasululloh aytdiki, "Mana bu ikkita qabrdagi kishi azoblanyapti" dedi. Lekin katta gunohdan azoblanmayapti. Bittasi siydigidan ehtiyot bo'lmasdi, ikkinchisi chaqimchilik qilib gaplashib yurardi. So'ngra ana shu daraxtning oldasiga olib sindirdi, so'z daraxtning oldasini ikkalasiga sanchib qo'ydi. Rasululloh nimaga bunday qildingiz dedi? Ehtimol shu shoxlar quriguncha azob ozgina yengillansa. Hadisga e'tibor beradigan bo'lsak, katta gunoh emas deyapti. Ya'ni sizlarni nazaringlarda, siz bilan bizning nazarimizda siydigidan ehtiyot bo'lmaslik, gaplashib qo'yishlik mayda gunohga o'xshaydi. Odam o'ldirish, qimor o'ynash, aroq ichish, zino qilishlikda oldida bu gaplashib qo'yishlik yoki siydigidan ehtiyot bo'lmaslik haqiqatan bizning nazarimizda kichkina gunohga o'xshaydi. Lekin kichkina emas. Chunki qabrda azob bo'lishiga sabab bo'layotgan shu gunoh, demak kichkina emas. Qiyomat kunida chaqimchi bo'lgan odam jannatga kirmasligi bu gunohda kichkinaligiga ishora. Ya'ni Rasululloh aytayaptiki, sizlarning nazaringlarda bu narsa kichkinaga o'xshaydi. Lekin Alloh taoloning huzurida katta gunoh. Bir odam 50 gram ichsa ham 80 darra yesa, bir odam 1 litr aroq ichsa ham 80 darra yesa, jazosi bir xil bo'lgandan keyin bunisi kichkina, bunisi katta deyilmaydi. Jazosi bir xil bo'lgandan keyin ikkalasi nima deyiladi? Katta deyiladi. Qatoda roziyallohu anhu aytadi, Allohning bandalari ichida eng yomon bo'lganlari deydi. Qilgan yaxshiligini ta'na qiladiganlar, odamlarga la'nat o'qiydiganlar va gap tashuvchi kishilar. Azobi qabrga sabab bo'ladigan ishlardan bittasi g'iybat, bittasi chaqimchilik, bittasi siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Bolalarimizga kichkinaligini o'rgatishimiz kerak. Siydigidan ehtiyot bo'lishida va kichkinaligini o'rgatishimiz kerak, gap tashib kelmaslikda. Yolg'on gapirishni ham kattalardan o'rganadi, gap tashlikni ham kattalardan o'rganadi. Chunki ana uxlamasang bobo kelyapti dedi, o'zi yo'q bo'ladi bobo. Agar sen uxlamasang olib chiqishga tashlab yuboraman deydi, uxlamasang ham tashlamaydi olib chiqib. Demak, yolg'on gapirishni kimdan o'rganyapti? Uydan o'rganyaptimi? Chaqimchilikdan uydan o'rganadi. Qoloch akasi nima deb keladi, uni eshitishadi. Ana shu kichkina go'dak bola ko'chadan gap ko'tarib kelsa, ota-onasi har doim bo'lib quloq solib turadi. Birinchi marta chaqimchilik qilib gap ko'tarib kelganda og'ziga bir urib turib, bu tovarini olmaydi. Keyin bu tovarni ko'tarib keladi. Biz mana shu gap tashib kelganlikka, chaqimchilikka xaridormiz, shuning uchun odamlar nima qiladi bizga? Bu odam emas, gapirma bunga deydi. Vasa chaqimchilik qilgandan keyin aytasiz, shayton sizdan boshqa elchini topolmadim menga. Deb ko'ringchi, nima bo'ladi? Chaqimchilik qilayotgan odam yer bo'ladi. Odam podalmas ekansan, men seni odam deb ketdim. Menga aytma bunaqa gap. Keyingi safar siz shu chaqimchilik gapni ko'tarib kelmaydi. Biz o'zimiz xaridormiz bunga. Bizga yoqadi, keyin nima bo'ldi? Davom et. Hamod ibn Salama bir rivoyatni keltiradi. Bir odam bozorga borib qul sotib oldi. Qul sotib oldi, sotayotgan odam aytdiki, bu bolani ham yo'li yaxshi, bitta aybi bor. Bitta aybi bor. Gaplashib qo'yadi. Bu aytindi-yu, ikkita gunoh azobi qabrga sabab bo'ldi. Siydigidan ehtiyot bo'lmaslik, gap tashishlik. Payg'ambarimiz aytdi, sizlarning nazaringizda katta emas gunoh. Bu kishi ham xuddi shuni deb turadi, shunday emas. Uyga bordi, bir qancha vaqt o'tgandan keyin haligi qul bola, xizmatchi bola ana shu xo'jayinning ayolga boryaptiki, ering seni yaxshi ko'rmas ekan. Bir ish o'rgataymi, shuni qilsang qalbi dedi, eringni senga qalbi ilaydi yumshaydi. Albatta. Kechqurun ustarani olib, soqoldan turib yurib ketdi. Qolgani keyin aytaman. Eriga bordi. Xotining birov bilan dedi, donoq yuribdi dedi. Xolasang isbotlab beraman, isbotla. Bugun kechqurun yotganingda o'zini uxlayotgan yo'li yotib olgin ko'rasan dedi. Haqiqatan haligi kishi o'zini uxlagan olib yotdi. Haligi miskina ayol ustarani oldida qo'lini sekin soqolini tagida uzatgan paytda uyg'ondida, go'yoki uxlayotgan odam qo'lidagi ustarani olib turib shunday so'yib tashladi. Buni eshitgan bu ayolda aqli kelib buni o'ldirib oldi. Ikki to'ra o'rtasida urush boshlandi. Nima tufayli? Chaqimchilik, namima tufayli. Juda ko'p oilalarni buzib ketishi, juda ko'p birodarlar o'rtasiga sog'chilik tushib sabab ana shunday oramizda chaqimchilarda, nammomlarda mavjudligi bo'ladi. Boyatganimizdek, chaqimchilikda xaridori bo'lmasa, ko'tarilib kelingan bu gapga agar kishilar quloq solmaydigan bo'lsa, bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadigan ish. Yahyo ibn Aksam aytadi, chaqimchilik ishi sehrgarning ishidan ko'ra tezroq ta'sir qiladi. Chunki sehr ta'sir qilish uchun bir hafta kerak bo'ladi, bir oy ehtimol yillar kerak bo'ladi sehr ta'sir qilish uchun. Lekin chaqimchining aytgan ishi natijasi eshitib bo'ladi. Meni shuna dedimi, yurib ketdi. Ta'siri sirasi bo'ladi. Dunyodagi to'rtta xor odam qaysi?
bo'yni qisilgan, xor bo'lgan odam to'rttasi, birinchisi chaqimchi odam. Chaqimchilik oshkor bo'lib qolganda, ikkinchisi kazzob odam, qarzdor odam va yetim odam. Ubaydat ibn Abi Lubobadan rivoyat qilinadi, bir kishi bir olim orqasidan bordi, 700 farsah yo'l bosib bordida, aytdiki, men sizdan Alloh sizga bergan ilmdan o'rgangani keldim. Savollarimga javob bering. Osmondan ko'ra og'irroq nima bor? Yerdan ko'ra kengroq nima bor? Toshdan ko'ra qattiqroq nima bor? O'tdan ko'ra issiqroq nima bor? Zamharizdan ko'ra sovuqroq nima bor? Dengizdan ko'ra boyroq nima bor? Yetimdan ko'ra holi zaifroq bo'lgan, xorroq bo'lgan kim bor? Shunda ana shu olim javob berib aytadiki, pokiza insonga buxton qilishlik osmonlardan ko'ra og'irroq gunoh. Ala qawlu zur, ala shahadatu zur. Rasululloh yonboshlab o'tirib, halokatga olib boradigan 7 gunohni sanadi. Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, dedida, yonboshlagan holda shuni cho'kib tushib oldida, ala qawlu zur, ala shahadatu zur, ala qawlu zur, ala qaytaraverdi. Yolg'onsiz yolg'on guvohlik, yolg'onsiz yolg'on guvohlik. Sahobalar bo'ldiqda bo'lardi, deyish vorishlik darajasi ko'p gapirdi. Pokiz odamga buxton qilishlik 7 qavat osmondan ko'ra og'irroq gunoh. Chunki mana shu narsa seniki deb tuhmat qilishlik. Buxtonmi? Senga bir narsa topib qo'yishlik. Buxtonmi? Qilmagan ishini qilib yolg'on guvohlik qilishlik. Buxtonmi? Mana shu holatdagi gunoh 7 qavat osmondan ko'ra og'irroq sanaladigan gunoh. Haq yerdan ko'ra kengroq narsadir. Qanoatli qalb egasini boyligi dengizning qaridagi boylikdan ko'ra kattaroq bo'ladi. Yer yuzida Alloh taolo bergan qismatga rozi bo'lgan kishini xotirjamligi, uning qalbidagi boyligi dengizni tagidagi hamma xazinadan ko'ra boyroq bo'ladi. Har bitta odam bu yerda shu dengizdan ham boy bo'lishi mumkin. Agar Alloh bergan kuniga qanoat qiladigan bo'lsa, sabr qiladigan bo'lsa. Sabr degani ham juda ko'p qaytardik. Sabr degani, qanoat degani Alloh boshingizga bergan kunni birovga shikoyat qilib bormaslik. Yog' yetmayapti, go'sht yetmayapti, isib ketdi, sovib ketdi. O'zingizga o'xshagan bitta odamga shikoyat qilmasangiz, holingizda siz qanoatli, sabr kishi bo'lasiz. Agar siz sabr kishi bo'lsangiz, Alloh taolo ajringizni hisoblamasdan beradi. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisob. Insonning qalbidagi hirs o'tdan ko'ra istiqroq narsa bo'ladi. Bir narsaga yetishlikni ma'tiga qo'yib oladi, shunga yetishim kerak deydi, oqiga qorasiga qaramaydi. Mana shu narsaga yetmasam bo'lmaydi deydi-da, qalbida insonda hirs degan olov bo'ladi. Zamharizdan ko'ra sovuqroq nima bor deb so'ralganda javob berdiki, bir kishi bir birodarini oldiga bir hojat bilan boradi. Bir narsa kerak. Boradida ololmasdan qaytadi. Mana shu holatdagi odamning qalbidagi sovuqlik zamharizdan ko'ra sovuqroq. Yana bir birodarini oldiga hojati bilan bordi. U birodari berishga qodir o'tirib bermadi. Bilasizmi, qanaqa tushkunlikka tushadi. Borib so'rasang, berib olsang xo'p, demasa-chi. Salaf solihlardan bir kishini oldiga bir birodari qarz so'rab keladi. Hali odam so'ragan qarzini beradi. Pulni olib hali hojat odam hojati barobarda kelib ketgandan keyin uyiga kelib yig'laydi har odam. Ayoli nimaga yig'layapsiz? Birodari mana bu holatga tushib qopti, ehtiyoj bor ekan, mendan qarz so'rab ketdi dedi. Bera olmasdan yig'layaptimi desa, yo'q, berdim deydi. Bersangiz nimaga yig'layapsiz? Birodarimni qarz so'rashlik holatiga tushib qopti, shungacha holidan xabar olmasdan. Mendan qarz so'rashlik holatiga yetib qolguncha, uni yuzidan nima qilmoqdan, o'qimoqdan shu kamchiligini. Qanaqa odamlar bo'lgan. Kofirning qalbi toshdan ko'ra qattiqroq, yetimdan ko'ra kimi holi zaifroq deyilganda javob berib aytayapti. Bir chaqimchini gap tashiganligi oshkor bo'lib qolgandagi holati yetimning holatidan ko'ra zaifroq bo'ladi. Bir gapni yetkazib qo'ydingiz birovga, qo'rqib turasiz, aytib qo'ymasaydi men aytganligim. Mana shunday odamchi jannatga kirmasligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Mana quyida yuqorida boshida aytgan hadislarimiz shunday hadis keldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim ikkita jag'i bilan ikkita sonini o'rtasidagi a'zolarni haromdan, gunohdan tiyishlikka va'dasini bersa, men unga jannatiy ekanligini va'dasini beraman. Ya'ni zinodan va til bilan qilinadigan gunohlardan. Alhamdulillah, ana shu zino degan balodan qutulgan bo'lsa, endi nima qoldi? Til qolibdimi? Endi tilni tiyishga kirishlik kerak. O'tgan darsimizda g'iybat haqida gaplashdik. G'iybatda aytdik. Bir o'rinda inson g'iybat qilib kofir bo'lib qoladi. Bir o'rinda g'iybat qilib munofiq bo'lib qoladi. Bir o'rinda g'iybat qilib gunohkor bo'ladi, bir o'rinda g'iybat qilib savob topadi. G'iybat qilib tursa bir birodar g'iybat qilma, bu g'iybat desa, men g'iybat aytmayapman, men sifatini aytyapman deydi-da, sifatini aytish ham g'iybat bo'ladi agar shu gapni eshitadigan bo'lsa narigi odam. G'iybat bu desa g'iybat emas ekan, kofir bo'lib qolar ekan.
Bir odamni g'iybat qilyapti, atini aytmasa ekan, lekin o'sha yerda o'tirgan odamlar bilar ekan kim haqida gap ketayotganligini. Bularni bilayotganligini bu odam ham bilyapti. Shunda inson munofiq bo'lib qolar ekan. G'iybatligini tan olib gapirar ekan, faqat gunohkor bo'lar ekan. Fosiqni, zolimni, tog'iyni g'iybat qilar ekan, shu odamlar shu zulmda, shu fosiqdan qutulishligi uchun shu maqsadda gapirsa savob bo'ladi. İnsanlarda tilidan ketadigan gunohi boshqa a'zolardan ketadigan gunohdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Hasan Basriy aytadi, bilingki bir odam sizga falonchizni undoq dedi, bundoq dedi deb ko'tarib kelgan bo'lsa, bu odamdan xotirjam bo'ling. Birovning gapini ko'tarib keldimizcha, sizniki ham nima qiladi? Atrofimizda bormi shunaqa odam? Birovning gapini sizga ko'tarib kelmaydigan, yoki siz gapingizni ko'tarib olmaydi. Aytdik o'tgan darsda, g'iybatni shiri kelgan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida. Chunki g'iybatsiz bo'lgan ekan bularning hayoti. Biz gap tashmaydigan odamlar nihoyatda kamda atrofimizda. Unaqa odamlar nima gaplashadi? G'iybat qilmasangiz, chaqimchilik qilmasangiz, shikoyat qilmasangiz bir-biriga nima qoladi? Sahobalarga o'xshab, "Val asr innal insana lafi khusr" bir-biriga shu surani o'qib ketdi. Boshqa gap o'rtada nima? Yo'q. Bizda hamma gap bor, lekin Allohning zikri yo'q. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning oldiga bir kishi keldi-da aytdiki, "Bizni falonchi undoq dedi, bundoq dedi, chaqimchilik qildi." Shunda Umar ibn Abdul Aziz aytdiki, "Kishini tekshirib ko'raylikmi?" dedi. Agar sen hozir yolg'on gap ko'tarib kelgan bo'lsang, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in" degan oyatga tushasan. Iymon keltirganlar bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar degan fosiqlarga tushasan. Yo agar sen rost gapirayotgan bo'lsang, hammazin mashsha'in binamin gaptashib yuruvchi, chaqimchi odamlar qatori kelasan. Yo kazzobsan, yo chaqimchisan. Bu gapni ko'tarib kelishining 3-varianti yo'q. Xohlasang kechiramiz dedi. Kecha Amirul Mo'minin qaytib bu ish qilmayman dedi. Agar indamay quloq solsa davom etizamiz shikoyatni. Demak, gap ko'tarib kelgan odam yo kazzob bo'ladi, fosiq, yoki agar rost gapirayotgan bo'lsa kim bo'ladi? Chaqimchi bo'ladi. Chaqimchilik nima dedik? Chaqimchilik bir odamni siz haqingizda aytgan gapni ko'tarib kelishligi, o'rtaga sovuqchilik tushirib qo'yishlik maqsadi. Demak, menga bir birodarim haqida gap aytmoqchi bo'lsangiz, siz falonchi undoq bundoq deb yaxshi sifatlaringizni aytdi deb gapirsiz, birodarim haqida gapiring, menga bo'lmasa gapirmang. Abdulloh ibn Muborak aytadi, balada zino bo'lgan odam gap tashib yuradi. Diqqat qilaylik. Haromdan topilgan, haromiy bo'lgan bola chaqimchilikni hunar qiladi deydi. Hujjat qilib quyidagi Qalom surasidagi oyatlarda keltiradi. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yubordi. Payg'ambar bo'yicha sodiqul amin edi. Birorta yolg'on gap chiqmagan edi. Birorta bir noto'g'ri nojo'ya ish qilmagan edi. Sodiqul amin, ishonchli, rostgo'y bo'lgan payg'ambarimiz. Da'vatni olib chiqqanidan keyin mushriklar kofir ham dedi, jinni ham dedi, kazzob ham dedi, sehrgar ham dedi. Shunda ana shu mushriklarning kattalardan bittasi Valid ibn Mughira payg'ambar alayhisolatu vassalam xususida juda bir nomaqbul gaplarni ko'tardi. Alloh taolo mana shu Valid ibn Mughira haqida oyat tushirdi Qur'onda. Fala tuti' kulla hallafin mahin hammazin mashsha'in binamin manna'in lil khayri mu'tadin asim. Qiyomatga cho'qiladigan oyatda Alloh taolo payg'ambarimizda yo'q bo'lgan ayblarni tuhmat qilib, payg'ambarimiz yomonlayotganda Alloh azza va jalla uni 5 ta yoki 6 ta o'zi bilmagan gunohlarini ochib tashladi. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, yana siz har bir tuban, qasamxo'r, g'iybatchi, gaplashuvchi, yaxshilikni man etuvchi, tajovuzkor, baxil, gunohga botgan, qo'pol 8 aybini aytayapti. Bundan tashqari benasab, haromi kimsaga itoat qilmang. Yuqoridagi 8 aybini bilsa kerak edi o'z ehtimol. G'iybatchiligini, gaptashligini, qo'polligini, baxilligini, lekin haromdan bo'lganligini o'zi ham bilmas edi. Alloh taolo shuni aybini ochib qo'ydi. Rivoyatlarda keladi, onasining oldiga borar ekan. Muhammad shunday deyapti, zinodan topilgan deyapti. Meni otam kim deganda aytib bera olmaydi. Birodarlar, kishi tinimsiz suratda gap tashib, chaqimchilikni kasb olishligi valada zinoligiga ishora degan ekan ba'zi mufassirlar. Otasiga o'xshashi mumkin, enasiga o'xshashi mumkin, baribir zino bo'lishi mumkin. Qadam bilasiz, og'zidan taloq degan lafz chiqib ketib, o'rtada nikoh buzilib, nikoh o'g'ilmasdan turib qo'shilib qolib qolgan bo'lsa, harom bo'lib qolmaydimi? Nikoh. Chaqimchilik kishini doimiy suratda chaqimchi bo'lishligi haromdan topilganligi ishora deb aytar ekan ba'zi mufassirlar. Mana shu oyat hujjat. Bu oyat hadislarda eshitib, agar qalbingizga oladigan bo'lsangiz, qo'rqadigan bo'lib qolasiz, gapingiz og'zidan so'z chiqargan. To'xta g'iybat emasmi? To'xta chaqimchilik emasmi? Agar qalbingizga joylangan bo'lsa, agar bu yoqdan kelib bu yoqdan chiqib ketayotgan bo'lsa, u meni aybim emas.
Hakim hukamolardan bittasini oldiga birodari ziyorat qilib keldida, falon-tani undoq dedi, bundoq dedi deb turib, shikoyat qilib chaqimchilik qildi, aytdiki, ziyoratingizni dedi rasvo qiling dedi. Birinchisi dedi, chaqimchilik qilganligim bo'ldi. Ikkinchisi, birodaringni menga nisbatan g'azab bilan qaraydigan qilib qo'yding. Va o'zingni menga eslik, men uchun mehribon qilib ko'rsating. Mana shu 3 ish bilan ziyoratingni rasvo qilding. Qalbimni band qilib qo'yding, narigi birodarim yomon ko'rsatib qo'yding, o'zingni menga mehribon qilib ko'rsatmoqchi bo'lding. Sen ziyoratingni rasvo qilding. Quyida Kabul Ahbor roziyallohu anhudan keltirilgan rivoyatda Banu Isroilda bir qurg'oqchilik bo'lganda Musa alayhisalom tirik ekan shu davrda. Bu Musa alayhisalom o'zining qavmi bilan chiqib Allohdan yomg'ir so'rab duo qildi. 3 kun duo qilishdi, yomg'ir deyman. Shunda Musa alayhisalom Allohga Parvardigor 3 kun bandalaring sendan yomg'ir so'rab duo qildi, yomg'ir bermadi. Alloh taolo bu rivoyatga keltirib Kabul Ahbordan deyapti. Men yomg'ir bermayman, ichinglarda chaqimchi odam bor dedi. Parvardigor aytdi shuni kimligini chiqarib tashlaylik ichimizdan deganda Alloh taolo nima degan ekan qarang. Anhakum anin namima va akum namama. Men o'zim sizlarga chaqimchilik qilmaylar deb turib, o'zim chaqimchilik qilamanmi? Shunda butun qavm tavba qildi, Alloh azza va jalla yomg'ir berdi. Yine mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, men o'zim chaqimchilik qilmaylar deb turib, o'zim chaqimchilik qilaman. Bo'lmasam aytib qo'ysa Alloh azza va jalla o'zi. O'shuncha aytyapmiz-da. Bu ikkita odamni qabrda azoblanayotganligiga katta gunoh bilan emas deyapti Rasululloh. Chaqimchilik bittasi. Ya'ni sizlarning nazaringizda chaqimchilik emas, katta gunoh, lekin aslida katta gunoh bu. Sulaymon ibn Abdul Malik majlisida Zuhriy degan ana tobiinlardan, olimlardan o'tiradi. O'tirsa, bir odam kirib keladi. Sulaymon xalifa haligi odamni qarab turib, "Sen men haqimda falon gaplar gapiribsanmi?" dedi. Desa, haligi odam "Men unaqa demadim" dedi. "Kim sizga bu gapni aytdi?" U odam yolg'on gapiribdi deganda, Sulaymon aytadiki, "Bu gapni menga yetkazgan odam rostgo'y odam" deydi. "Ishonchli odam olib keldi menga bu gapni" deydi. Deganda Zuhriy suhbatga aralashyaptiki, chaqimchi dedi, hech qachon rostgo'y bo'lmaydi. Tushunarlimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz haqingizda yomon gapni ko'tarib kelgan odam har qancha rostgo'y bo'lsin, mana shu o'rinda kazzob deb e'tibor qilinadi. Chunki bir odam xavorat kelsa, uni tekshiringlar. Bilmasdan bir qavmga ozor berib qo'ymaylar degan Alloh taolo. Falonchizni so'kdi deb kelsa deydi hukamolar. Falonchi mana qadar so'kdi desa, narigini xafa bo'lmaydi deydi. Mana xafa bo'lmaydi. Sizni so'kayotgan bo'ldi. Agar ko'tarib kelmasa, so'kkanini bilarmi deydi. Yuzingizga maqtagan odamdan ham ehtiyot bo'lingki, yuzingizga maqtagan odam orqadan yomonlab qo'yaveradi. Xo'p, mana endi chaqimchilik qilmaymiz endi, kelishdik. Endi bizga bir odam chaqimchilik qilib gap ko'tarib kelsa nima qilamiz? Mana endi aniq ko'rsatmalar. Birinchidan, buni gapini tasdiqlamasligimiz kerak. Siz palonchi yomonlar deb kelgan paytda gapini tasdiqlamaymiz, chunki Alloh taolo ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq bir xavorat kelsa, uni tekshirmasdan turib, bir qavmga ozor berib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'linglar. Agar rost gapirgan bo'lsa, chaqimchi bu. Agar rost gapirmayotgan bo'lsa, bo'xtonchi bu. Demak, gap ko'tarib kelgan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bu bir. Ishonmasligimiz kerak gapiga. Ikkinchidan, uni mana shu ishdan qaytarish kerak. Chaqimchilik qilmang birodar. Bu gap aytganda, rasa chaqimchilik qilganda shayton birodar sizdan boshqa odamni elchi qilib jo'nab olmadimi deydi. Rasa ko'tarib keldi. Sizga nima foyda bor shu gapni ko'tarib kelishdan deydi. Qaytaring shu ishidan. Chunki Alloh taolo kuntum xayr ummatin degan. İnsanlarning ichiga chiqarilgan ummatda eng yaxshisi sizlar dedi Alloh taolo. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan indamay qabul qiling. Keyingi chaqimchi gapini nima qiladi? Ko'tarib keladi. Kichkina bolachamiz bir gap ko'tarib kelganda bir shapaloq urib turib bunaqa gap ko'tarib yurmading, keyin safar aytganmidi shu gapni. Siz quloq solib turasiz. Ha, keyin nima dedi? Qoling. Keyin bu nima dedi? Endi keyin safar hali bor yaxshiroq eshitadi. Nima qilishlik uchun? O'g'irlik tuxumdan boshlanadi-ku. Chaqimchilik ham boshlanadi. Uchinchidan, mana shu kishini shu o'rinda yomon ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki osiyni Alloh yomon ko'radi. Alloh yomon ko'rgan osiyni yomon ko'rish sizdan bizga ham vojib. To'rtinchidan, narigi haqida yomon gap gapirgan odam haqida yomon gumon qilmang. Ehtimol boshqa maqsadda aytgandir bu gap. Ya ayyuhallazina amanu ishtaribu kaseeran minaz-zon. Ey iymon keltirganlar, gumonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarda ba'zilar nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Ehtimol u maqsadda aytmagandir. Ehtimol yaxshi niyatda aytgandir. Gumon qilmanglar. Beshinchidan, shu gapni gapirdimki rostdan deb turib josuslik ham qilmaylar dedi Alloh. Wala tajassasu. Josuslik qilmaylar. Agar aytgan bo'lsa ham, aytmagan bo'lsa ham Allohga havola qiling. Oltinchidan, mana shu chaqimchi odamdan hech qachon rozi bo'lishlik kerak emas. Chaqimchi bo'lgan odam hech qachon rostgo'y bo'lmaydi. Agar rostgo'y bo'lsa, bu gaplashuv chaqimchi qatorida bo'ladi. Alloh azza va jalla eshitgan ma'ruzalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsa,
va hammazin mashsha'in binamim manna'in lil khayri mu'tadin asim usulun ba'da zalika zanin degan haramdan bo'lganlarda hunari bo'lgan chaqinishligidan Alloh azza va jalla o'zi saqlashligini Allohdan so'rayman. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi